Mac Mini, MacBook egalarini doimiy ravishda qiynab kelayotgan savol. Qanaqa monitor tanlasam bo'ladi? Hozir tushuntirib beraman. Men sizga Apple ekotizim uchun maxsus yaratilgan eng ideal yechimni ko'rsataman. Bu BenQ MI27U modeli. Uning xarakteristikasiga e'tibor bering. 27 dyumli IPS, 4K razрешение 95%, DCI P3 rangi qamrovi. Bu degani Mac ekranlarida tiniqlik, to'yingan ranglar va monitordagi 100% aniqlikda xuddi o'zidagi ko'rsatadi. Yana bitta zo'r tarafi uning nanomet qoplamasi yorug'likni umuman yo'qotadi. Qo'shimcha ilova o'rnatsangiz monitorning yorug'ligini va ovozini to'g'ridan-to'g'ri MacBook klaviatura orqali boshqarishingiz mumkin. Oddiy monitorlarda bu narsa ishlamaydi. Xo'sh, bu monitor aynan kimlar uchun to'g'ri tanlov? Avvalo, reklama kreativ ustida ishlaydiganlar, targetologlar va SMM mutaxassislari uchun. Shuningdek, aniq ranglar bilan ishlovchi dizaynerlar, video montajyorlar hamda YouTube va Instagram uchun kontent qiluvchi barcha ijodkorlar uchun 100% mos keladi. Lekin eng muhim xususiyati bu Type-C ulanish stoldagi ortiqcha simlarni unuting. Bitta kabel orqali 4K tasvir uzatiladi hamda notebookingni 90 vatt quvvat bilan zaryadlanadi. Monitorning o'zi esa hub vazifasini bajaradi. Meshki klaviatura va SSDni monitor orqali ulasa bo'ladi. Agar shu monitor budjetingizga qimmatli qilsa-chi, unda boshqa monitor tanlayotganingizda albatta ikkita narsaga qat'iyan e'tibor bering. Birinchisi, Type-C orqali zaryadga berishi va ikkinchisi hub funksiyasi borligi. Bu siz Mac ishlatadiganlar yana qo'shimcha qurilma va yana qo'shimcha xarajat degani. Agarda MacBook kerak bo'ladigan bo'lsa, Netraga, monitor kerak bo'ladigan bo'lsa, Edge'ga murojaat qiling. Siz qanaqa monitor ishlatyapsiz? Hozir izohlarda yozib qoldiring.